Assalomu alaykum. Aziz o'quvchilar, Obid domla taklifi uchun katta rahmat. Darsni boshladik. Bugun siz web sahifaning eng muhim qismi, linklar, bookmarklar va fayl manzillari bilan tanishasiz. Agar siz veb-sayt yaratmoqchi bo'lsangiz, bu mavzu majburiy. Link bu foydalanuvchini boshqa sahifaga olib o'tuvchi element. Bitimda ahref tegi orqali yoziladi. Absolute manzil bu to'liq ur. U asosan internetdagi boshqa tashqi saytlar uchun ishlatiladi. Relative manzil faqat fayl nomi. Bu bir loyiha ichidagi sahifalar uchun ishlatiladi. Bookmark sahifa ichida tez navigatsiya qilish imkonini beruvchi ichki ochishlardir. Shuningdek, rasm orqali link yoki email yuborish linklarini ham yaratishingiz mumkin. Bugun linklar logikasini o'rgandingiz. Obuna bo'ling va darslarni ulashing. Salomat bo'ling.